Assalomu alaykum vatandosh va zamondosh dunyo aholisi. Turli soha xodimlarining minbardagi ma'ruzalari bilan O'zbek oyimning jonli efir to'lqinlaridagi hayot falsafasi fanidan onlayn saboqlari orasidagi farqlarni bilmoqchimisiz? Alisher Navoiyning janrlari va O'zbek oyimning janrlari orasidagi farqlarni bilmoqchimisiz? Tasavvuf namoyandalarining tariqatlari va O'zbek oyimning tariqatlari orasidagi farqlarni bilmoqchimisiz? Imom Buxoriyning to'plagan hadislari va O'zbek oyimning mantiqiy hikmatlari orasidagi farqlarni bilmoqchimisiz? Jahon sarkardalarining urush maydonidagi janglari va dunyo donishmandlarining tafakkur maydonidagi aql janglari orasidagi farqlarni bilmoqchimisiz? Shoirlik va donishmandlikning jahon adabiyoti sahnasidagi farqlarini bilmoqchimisiz? Unda Inobatxonim Abiyevaning Telegram kanaliga ulanib, har yakshanba soat 9 dan 10 gacha bo'ladigan jonli efirlardagi ma'ruzalarini kuzatib boring.